Assalomu alaykum qadrli Cherish quvozlari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda legendarniy Tigo 7 Pro modeli. Xudo xohlasa, aynan shu dekabr oyi uchun aynan bu toy chog'imizga qaynoq aksiyalar ketyapti. 40 million chegirma, undan tashqari bonuslariga propan beramiz aynan shu toy chog'imizga. Bu to'chog'imizni tashqi jihatdan ko'rganda odam buni rasxodi katta deb o'ylasa kerak. No, aynan shu to'chog'imizni shahar ichida bor yo'g'i 7 litr yoqilg'i sarflaydi. Kapot ostida 147 ta yovvoyi jaydari ot yotibdi. Aynan tashqi dizayniga ahamiyat beradigan bo'lsak, gabaritli katta mashina, o'sha juda katta oila uchun ayni muddao. Aynan bu avtomobilimizda o'sha shinalariga keladigan bo'lsak, razmeri 18 R18 4 ta yumshoq sezonniy balonda chiqadi deylik. Qishda, bahor, yoz, yomg'irli kunlarda aynan mana shu balonning o'zida ham bemalol yura oladi. Litiy diskalar bo'ladi va oldi orqa super tormoz, ya'ni o'sha diskali tormoz bo'ladi. Bu mashinamizga 95 quyishlar shart emas, 92 quyishlar yetadi. Mana o'sha kitobi bo'yicha 92 yozilgan. Kuzovi atsinkovniy, chirimaydi, zanglamaydi. Aynan kuzoviga ham biz 5 yil garantiya beramiz va motor korobkasiga ham 150 ming probeg 5 yil garantiya beramiz. Endi kelinglar sizlar bilan salondagi ichki dizaynini ko'rsak. Mashinamizning ichki qismi полностью eko koja bilan jihozlangan. 30% zavodskoy shumkasi bor, tashqaridagi shovqin ichkariga eshitilmaydi. Yumshoq eko koja, полностью o'sha 6 tadan 8 tagacha ham xavfsizlik yostiqchasi bor. O'zini shtatniy pultidan zavod bo'ladi. Mashinadan 3 metr uzoqlashsanglar, mashina o'zi qulflab oladi. Hech qachon mashina ochiq qolib ketmaydi yoki kalt mashinaning ichida qolib ketsa, ana Magic'larga o'xshab mashina qulflanib qolib, kalt ichida qolib ketadigan holatlar bo'lmaydi. Aynan o'sha pultni o'zidan ham uydan turib bemalol distansionni zavod qilib olsanglar bo'ladi. Oynalarida o'sha детский rejimlari bor. Qo'lni qisib qolmaydi. Aynan orqaga qaytadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Avtodavodchiklari bor. Qo'lni qisib qolmaydi, orqaga qaytadi. Bu juda ham qulay funksiya va undan tashqari rul elektronniy. Juda ham o'sha oddiy jimjilogingiz bilan ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Mashinamizda qiziyotganda progrev dvigateli degan yozuvlar chiqadi. Qizib bo'lgandan keyin progrev завершен deb chiqadi. Va undan tashqari moy, suv, antifriz qanaqa jidkishlari bo'lsa, hammasi kamaygani mana aynan dvornik bachogidagi suv kamaygani haqida ogohlantiryapti. Aynan antifriz, tormoznoy jidkost, любой jidkishlari kamayadigan bo'lsa, hammasi haqida ogohlantiradi va konkretni qaysi eshigingiz ochiq yopiqligi haqida ogohlantiradi. Undan tashqari monitordan, shetozda YouTube, navigator, через CarPlay orqali xohlagan o'sha funksiyangizni bemalol ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Mashinamizda 9 klimat kontrol, xohlasangiz chap tarafda konditsioner, o'ng tarafdan pechka yoqib ketasiz. Bu yoqda bar ichida esa холодильник ham mavjud. Yoz kunda muzdek salqin ichimliklarni ichib ketsanglar bo'ladi va konditsioner yoqqaningizda mashina umuman bo'g'ilmaydi. Undan tashqari ikkita oldi sideniyalarida, orqa sideniyalarida abagrev sistemasi bor va rulda ham abagrev sistemasi mavjud. Qish kuni maza qilib issiqqina rulda haydab ketasiz va eng asosiysi даже лобовой oynamizda ham abagrev sistemasi mavjud. Ahamiyat bersangiz o'sha chiziq spirallari bor. O'sha deylik qish kunida qor yoqqan bo'lsa, ko'chaga chiqib, mashinada o'sha qor tozalab o'tirmaysiz. Undan tashqari kelinglar bagaj qismini ko'ramiz. Orqa qatorlari ham mana juda ham keng. Yirik ulfatlanib, bemalol o'sha 3-4 tasi orqaga sig'ib ketadi. Orqada ham konditsioner deflektorlari va undan tashqari o'sha podlokotniklar, o'sha hamma kerakli funksiyalar, sistemalar mavjud. Orqa faramiz esa matrichniy bo'ladi, o'sha splashnoy yonib beradi. O'sha aynan bu yoqdagi knopkasi orqali o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Bagaj hajmi juda ham katta. Bu yoqda zapaska diskasi bor. O'zida qanaqa diska bo'lsa, xuddi shunaqa baloni ham всесезонный hisoblanadi. Misol uchun yuk tashiydigan
insonlar uchun aynan bu mashinada ham mehmondorchilik u yoq-bu yoqqa borsangiz ham bo'ladi va o'rtadagi sideniyalarni yotqizib qo'yib, yukxona sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Misol uchun, bu do'koni, tadbirkorchiligi bor insonlarga ham, misol uchun, mol tashiydi, tovar tashiydiganlar uchun ham ayni muddao shuni sideniyalarni yotqizib, damasdan ko'p o'sha yuk ortsangiz bo'ladi aynan bunga. Va bunda ham disk rejimi bor, qo'llar qisib qolmaydi, orqaga qaytadi. O'sha juda ham qulay va ixcham ekonomichniy mashina. O'sha bagajni oldiga kelib turib, 1 sekund turib, bir qadam orqaga tashlasangiz, bagaji o'zi ochilib beradi. Xullas, bu toychoni o'sha xarid qilmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda qaynoq aksiyalarimiz ketyapti. 40 million skidka va propan bonusiga ega bo'lishingiz mumkin. Hammanglarni Cherry Master filiallarida kutib qolamiz. Kelinglar, test drive qilib ko'rasizlar, haydab ko'rasizlar. O'sha pasportinglarni tekshirib ko'rib, sizlarga qulay tushadigan o'sha grafiklarni chiqarib beramiz. Ma'qul kelsa, bir kunning o'zida o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Hammanglarni kutib qolamiz.